Mamlakatimiz iqtisodiyotini mustahkamlash, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, aholi daromadlarini ko'paytirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishda eksport salohiyatini oshirish o'ta muhim o'rin tutadi. Eksport nafaqat valyuta tushumlarini ko'paytiradi, balki mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishga, yangi texnologiyalarni jalb etishga va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishga ham zamin yaratadi. Hozirgi paytda eksportyor korxonalarda mahsulot tayyorlash hajmini ko'paytirishga, uning sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shunday korxonalardan biri Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan bo'lib, u qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va eksportga yo'naltirishga mo'ljallangan tumandagi unga yaqin shunday korxonalar qatoridan o'rin egallaydi. Bu korxona asosan mosh mahsulotlarini tozalab, qadoqlab Xitoy davlatiga eksport qilish bilan shug'ullanadi. Shu tariqa u tuman iqtisodiyotini muhim bo'g'inlardan biriga aylangan. Korxonada ishlar bugungi kunda qizg'in davom etmoqda. Asosiy maqsad xorijda raqobatbardosh, xaridorgir hisoblangan mosh mahsulotlarining yuqori sifatli va ekologik jihatdan toza bo'lishini ta'minlashdan iborat. Bu esa bevosita mahsulot yetishtirishdan boshlab, uni qayta ishlash va tayyorlashning barcha bosqichlarida qat'iy nazoratni talab etadi. Aynan shu boisdan tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi korxona rahbari va mutasaddilari zimmasiga alohida mas'uliyat yuklangan. Fitosanitar nazorat inspektorlari belgilangan grafik asosida eksportyor korxonada bo'lib, tayyorlanayotgan mahsulotning sifatini o'rganishmoqda. Unga qo'yiladigan xalqaro va davlat talablari bo'yicha ishlab chiqaruvchilarga tegishli tavsiya va maslahatlar berilmoqda. Bu nazorat jarayoni mahsulotlarimizning xorijiy bozorlarda bozorgirligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Korxona sexida zamonaviy texnologik uskunalar o'rnatilgan. Mahsulotlar dastlab turli iflosliklardan, xususan tuproqdan, mayda tosh zarralaridan tozalanadi. Maxsus elakdan o'tkaziladi. So'ngra saralangandan so'ng belgilangan talablar asosida sifatli qadoqlanadi. Buning natijasida tayyor mahsulotlar nafaqat ko'rkam, balki sifatli va xavfsiz holatda Xitoy davlatiga eksport qilinmoqda. Korxonada qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish, uni qayta ishlash va eksport hajmini oshirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bu esa mahalliy iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur korxona tomonidan 2024-yilda jami 34,7 milliard so'mlik mahsulot eksport qilingan. 2025-yilning bugungi kunigacha esa 25,8 milliard so'mlik eksport operatsiyalari amalga oshirildi. 2026-yilda esa 45 milliard so'mlik mahsulotlarni eksportga chiqarish ko'zlanmoqda. Kelgusida mosh eksportini 38,5 ming tonnaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Bu raqamlar albatta korxonaning katta salohiyatidan va tumanda eksportni qo'llab-quvvatlash borasidagi sa'y-harakatlaridan dalolat beradi.